Kelinglar hozir sizlarga qanaqa to'g'ri yuvish texnikasini men sizlarga o'rgatib beraman. Buning uchun biz shotka va pasta olgandan keyin tishlarimizni yuqori jag'dan 45 gradus shotkani qo'yganimiz hisobiga 90 emas, qarang, 45 gradus sipiruvchi harakat bilan tepadan pastga hamma tishlarni, faqat oldin emas, hamma tishlarni 45 gradusda sipiruvchi harakatlar bilan buni polni yuvib chiqamiz. Bu oldi tarafi. Yoki aylanma harakat. Aylanma harakat bilan har bitta tish atrofini polni aylanma harakat bilan yuvamiz. Bundan keyin biz ichki tarafga o'tamiz. Ichki tarafda ham xuddi shunaqa sipiruvchi harakatlar bilan hamma tishlarning ichki tarafini, faqat oldi emas, ichki tarafini ham yuviladi. Hamma tish, 14 ta tish ham. Keyin chaynov qismini, bu taraf chaynov qismini ham yaxshilab yuviladi 2 minut davomida. Shunda effektivni yuvgan hisoblanasizlar va chayib tashlaysizlar. Bu birinchisi. Yana sizlarga bitta narsani o'rgataman. Ko'pchilik juda ham ko'p qilib oladi. Aslida buni qolish kerak emas. Aslida ozgina shu no'xatga olsanglar, mana shuni o'zi yetadi. To'ldirib olish shart emas. Ozgina olib, shuni maksimalli foydada ishlatish kerak. Shuni o'zi butun jag'i tozalashga bir martalik yetadi. Keyin yana olib ishlataverasiz. To'ldirib olib isrof qilish shart emas. Ikkinchisi biza bu zubnoy nit deydi. O'sha hamma anaqa do'konlarda bor. Misol uchun mana bunaqa. Bundan ozgina qism chiqarib olib, bundoq kesib olasizlar va qo'lga o'tkazib, mana qo'lga o'tkazgandan keyin har bitta tish orasini kirib, qattiq bosmasdan, yengil harakat bilan qolgan ovqatlarni tozalab, bitta-bitta o'tib chiqiladi. Agar sizlar qattiq bosib olsanglar, bu yoqda milklaringga travma berib qo'yish ehtimoli oshib ketadi va milklar qonab, qo'shimcha kasallikka olib keladi. Men nimaga tish ipini deyapman, zubnoy nit? Bu zubachistkadan ko'ra juda ham effektivni. Zubachistka har bitta kirgan tish orasini kengaytirib, shu joyda yana ham ko'proq ovqat yig'ilib, kariesga olib kelishi ehtimoli juda ham baland. O'sha uchun zubnoy nit effektivni hisoblanadi. Bundan tashqari yana irrigator degan narsalar bor. Irrigator bu o'sha suv bilan kichkina davleniyada qolgan ovqatlarni shotka yoki ip ololmagan joylarni u yaxshi tozalab beradi va zamonaviy usul hisoblanadi tozalashda. Xo'p, bu tepa jag'. Endi pastki jag'da ham xuddi shunaqa. Pastki jag'da teskarisi. Pastdan tepaga 45 gradusda sipiruvchi harakat bilan pastdan tepaga har bitta tish atrofini tozalab chiqiladi. Ichki tarafini ham xuddi shunaqa tozalangandan keyin tepada ham pastda ham esinglardan chiqmasin. Bunaqa harakat mumkin emas. Yonga mana bunaqa harakat mumkin emas. Ko'pchilik shunaqa yuvadi. Bosib, juda ham qattiq bosib yuviladi. Mumkin emas. Chunki qattiq bosib yuvish oqibatida tishlarning bo'yin qismini kesib olishga olib keladi. O'sha joylarda klinovidniy defekt yoki abraziya, abfraksiyani hisobiga sezuvchalik oshib ketadi va milklar qochadi. Bosganning hisobiga. Bu joyda kuchli bosim kerak emas. Sekin harakat bilan tepadan pastga yoki aylanma. Hech qachon mana bunaqa gorizontalniy harakat mumkin emas. Gorizontal bu xato hisoblanadi. Ko'pchilik shunaqa yuvib, tishlarning emalini, milklarini ochib yuborganning hisobiga qo'shimcha muammolar paydo bo'ladi. Issiq, sovuq, shirinlik, kisli narsalar yesa ham og'riveradi, qiynaveradi. Shuning uchun to'g'ri yuvishni o'rganinglar. Chaynov tishlarni, chaynov qismini erinmasdan oralarini yaxshilab yuvib tozalash kerak. Agar shotkangizni mana bu joyi maxsus til uchun mo'ljallangan o'zi nasatkalari bo'lsa, albatta tilni ham ustki qismini mana shunaqa yuvish kerak. Sababi tilda ham juda ham ko'p infeksiya bo'ladi. O'shani tozalasa, bu og'iz bo'shlig'ining gigiyenasini yana ham oshiradi. Agar sizga katta tajribaga ega bo'lgan stomatologlarni tish implantlash, protezlash, vinir yoki tish davolash, oqartirish xizmatlari kerak bo'lsa, biz City Dental klinikamiz nomidan sizga yordam berishga tayyormiz. U uchun mana shu videoni tagida silka qoldirganmiz. Shu orqali ro'yxatdan o'tib, nomer qoldirsangiz, bizning assistentlar siz bilan bog'lanishadi. Undan tashqari, YouTube dan kelgan bemorlarga biz kengaytirilgan 250 ming so'mlik konsultatsiyamizni bepulga taqdim eta olamiz.